Assalomu alaykum. Xolodez tayyorlaganingizda qotib chiqmasdan, yoqimsiz hid kelib, rangi shunaqa tillarang tiniq bo'lib chiqmayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib saqlab qo'ysanglar, og'zingizda shira bo'lib eriydigan juda ham mazali retseptini ko'rsataman. Umuman ortiqcha hidlari bo'lmasligi uchun molli shirali va go'shtli matalashkasi, chashkasi va pay qismidan foydalanamiz. Birinchi bo'lib go'shtni ko'piklari chiquncha qaynatib olib, suvini to'kib tashlab, bitta chayib, yana idishga qaytadan solamiz. So'ng bir qavat sariq po'stloq qolgan piyoz, lavr bargi, qora murch, tuz va suv solib, paylari suyidan ajalib ketadigan darajaga kelguncha 8-10 soat davomida past olovda qaynatamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng ko'rsatilgandek qilib ustiga yog'ini olib tashlaymiz. Go'shtlarni ko'tarib olganimizdan so'ng 5-6 dona sarimsoq piyozni pare shaklida to'g'rab sho'rvaga solamiz. So'ng olovni darhol o'chirib, sho'rva iligandan so'ng elakdan o'tkazib olamiz. Shunda ortiqcha narsalari elakda qoladi. Muhim joylarini aytib ketadigan bo'lsam, sho'rvasi tiniq, rangi chiroyli chiqishi uchun go'sht pishish vaqtida sho'rvasi umuman qattiq qaynab ketishi kerak emas, ko'piklari chiqqanda tozalab turish kerak. Xolodez asl mazasini his qilib, foydasini olish uchun ortiqcha narsalar qo'shmayman, faqat go'sht va tayyorlab olgan sho'rvamizni solamiz. Xolodezdan suzib olganimizdan so'ng usti qurib qolmasdan yana ham sifatli saqlanishi uchun cho'ziluvchan va havo o'tkazadigan sifatli multipak strech plyonkalari bilan ustini yopib, yaxshilab qotib olish uchun sovutgichda qoldiramiz. Ramazonga ham ozgina qoldi, retsept saqlab qo'ysanglar, saharlik va iftorlikda to'q tutadigan mazali ovqat bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.